Kristallixga xush kelibsizlar. Barchaga assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan men O'lik Smaycherov va bugungi videolarimizni men Adushi serialini nihoyat bitdi va bugungi videolarimizni uni Adushi zo'r qilib chiqamiz. Qanundagi mana meni sevaram Artikraft hozirgi versiyasi. Bu yerda donatlar ranglari bor. Narxlari bemalol olishlaring mumkin Telegramdan. Mana bu yerdan xo'sh, va nihoyat serialim tayyor. Va bu yerda topkillar bor spawn yanında. Hali chimchil qilingan. Va token top bor. Shu yerda esa playtime bor. Odamlar dushmanlashgan. Tashriflar, 10 ta tashrif. Xo'sh, shunaqa gaplar va spawn garajoniga qaraganlaringda Kristallix narxiga xush kelibsizlar. Serverda kuchayish uchun kerakli komandalar mavjud. RTP random teleport, menu, craft, donat, warplar va mana bu yerda donat deb yozsalar bo'ladi. Donat. Mana starter, adventure, starterdan keyin plus starter, adventure keyin va adventuredan keyin adventure plus va undan keyin explorer va battle to'g'rilash kerak. Va eng kuchli rank esa bizda imperator ranki. Mana shu hamma narsani qiladi imperator rankimiz. Mana narsalar qilinadi va bu yerdan shopam bor. Tagi shu mana legend, vibe, heartbreak, forex shunaqa taglar bor. Takenga bemalol olasizlar. Custom shop bor. Mana orientatsiya, aniqlash uchun olov yomg'iri bor. Cheksizlik kamoni, cheksizlik qilichi, cheksizlik chirkasi bor. Sehrlarni yo'qotish bor. Keyin blok 35 jang aurasi bor. Va keyin profillaring bosiladi. Auksion, buyumlar shop, kit shop. Bu yerda rank kitlar va pulli kitlar bor. 3 ta kitimiz bor. Fermer kiti 7000 token. Brut kiti 11000 token. Va warrior kiti 22000 token. Bitta profillarim bor, ana mobkillar, killar soni, olingan zarar, umumiy o'limlar, qazilgan blok, balansis va tokenist, tagis, IP, umumiy miqdorimiz, darajamiz, KDimiz, kirganimiz, sakrashimiz va vaqtimiz. Ular shunaqa. Mana bu yerda RTP bor, RTP pastga yozib, RTP yozasizlar. Va spawndan to'g'ri yurib kelganlaringda bu yerdan o'tib, mana bu ko'prikdan spawndan shunday to'g'riga kelyapsizlar. Va menga kelasizlar. Bekamda chiqsalaring warp mine bo'ladi, va warp mine bilan kesalaring ham bo'ladi. Xo'sh. Bu yerda baltob bor. Birinchi o'rinda man turibman va ikkinchi o'rinda Dark Hacker turibdi. Mine AFK, Shadow Soya, Dark Hacker King, MP Prompi, Manor Pope, Esper Builder qishlog'i. Va mana mine yangilansh vaqti bitta. Xo'sh, bu yerda enchant xonasi narsalar sehrlash mumkin va bu yerda hamma yo'qlar bor. Xo'sh, bu oddiy maynimizning yonida
Nezermaynimiz ham bor. Nezerdagi mayn. Shunaqa mayn qilsalar ham bo'ladi xullas. Bitta. Xo'sh, keyin Barbus masalasi. Barbus afsuski bu alternativ yaratilgan server bo'lgani uchun bu yerda Barbus yo'q. Chunki bunaqa plugin ham yo'q ekan. Uni ko'rdik biz addish yo'qgani. Ular shunaqa bat PvP zona bo'ladi. PvP zona. Warp PvP ham, или batam PvP zona. Xo'sh, keyin Warp Case. Короче, aytdi. Bata case'lar ochsalar ham bo'ladi. Talismanlarni case, Bizduchka talisman, Ultra Pro'si, Ultra va yana Dionisa, Atlanta, ular ko'p talismanlar bor va bitta sfera case bor. Mana Panda Smer Andramendi. Shunaqa. Va bitta oddiy case bor. Va bitta donat case bor. Var benzin va PC var. Proteksionimiz xo'sh. Bu yerda himoya bloklari, bazangizni bloklar sindirishdan himoya qiling, tintulardan qutqarmaydi region bloklar. Region bloklarni olish uchun komanda ya'ni pisal. Hop, temir blokimiz 3x3, oltin blokimiz 5x5, 7x7 olmos rudasi, 10x10 zumrad rudasi va 15x15 nezrit blok. Xo'sh. Va warp qoldi. Mana warp shunaqa narsalar. Warpga kelish. Mana. Shuni spawndan bu yoqqa kelasizlar-da, case'dan yurib ketasizlar warpga kelish. Bu yerda donatlankalar bor. Sotosizlar bo'ladi. Bu yer bo'yicha mana haqlari kirib bo'ladi. Shu narsalar bilan kuchayish oson. Hop, yana shunaqa gaplar. Hozir aktiv yaxshi edi. 5-6 ta odam o'ynayotdi. Ammo maktabga borish kerak, ketib qolishdi. Shunaqa gaplar. Sizlar serverda dushib kutib qolaman. IP opsionida, kommentariyada hamma joyda yozib qoldiraman. Kirib o'ynanglar. Serverda yoqish uchun Telegramga murojaat qilinglar. Telegramda ham yozib qoldiraman. Shunaqa. Kristalixga marhamat. Hammaga xayr va sizlar bilan ma'lumlik bo'ldi. Keyingi videolarimizni ko'rishguncha barchaga xayr.